Oramizda shunaqa insonlar bor, ya'ni yo'lda yurganda bir-birini hurmat qiladi. Eng qiziq videoni ko'ring oxirigacha. Mashinamni urdingizda. Mashinangizni orqasidan tutib oldim. Xuddi bo'ldi. O'sha ben kameraga ko'rsatinglar kamera bilan. O'sha tutib beraman dedi. Aytayapsizki, men sizni mashinangizni qilib beraman. Manga sizni mashinangizni qilib berishga aytaman. Opajon, tiltimni binadan Men beramanmi? Mo'ynim oldim. Men sizga deymanki, xo'p, rahmat, ukajon, mayli. Mana shu kunda mening kuningizga kelib, men sizdan pul tilayman. Mana shuni qilib ber deyman. To'g'ri. Singiljon, sen to'xtab tur. Buni to'xtatib, bu kishi Singiljon. men tushunmayapman. Singiljon. Men hozir ustiga kelinni bilan olib keldim. Men sizni tushundim. Siz mendan ketasizmi yo'qmi? Men sizga pishma deganim yo'q, pul deganim yo'q, men shuni qilib ber deganim yo'q. Men nimaga ketsin? Rahmat sizga. Baraka toping. Rahmat. Ha, imенно bu videoni ko'rib hamma xursand bo'lgan bo'lsa kerak. Muzika sal balandroq ekan, uzr so'rayman. Iloji boricha izlar, mana shunaqa inson bo'laylik. Ajab emas, opamiz haqiqiy mard inson ekan. O'g'il bola qilmaydigan ishni qildi. Shunaqa insonlar bor. Qaytarib o'taman. Kayfiyatlar a'lo yuradi, har doim martabasi ulug' bo'ladi. Paddeshkani yondiradi akalarimiz, paddeshkani bo'lamiz qo'llab-quvvatlab turamiz. Biz ham shundan bir ibrat olsak, ya'ni shu videoni taksi akalarga, srochni yo'lda yurgan insonlarga yuboramiz.